Aynan hozir biz Bag'dodning kichkina yashash xonasidamiz. Kulrang kostyumdagi odam boshqa hech kim emas. Aynan Saddam Husaynning o'zi. Ko'k shortikcha kiygan bola bu Styuart. Uning yoshi 5 ta va u Britaniyadan kelgan. Ularning yonida boshqa britaniyalik oilalar o'tiribdi va ular bezovta ko'rinishda. Buning yaxshi sabablari bor. Saddam hozirgina bolani yoniga chaqirdi. U bolani o'ziga yaqinroq tortdi va kameralar hamma narsani yozib olayotganiga ishonch hosil qiladi. Saddamning yonida zamonaviy kiyingan tarjimon uning gaplarini tushuntirib turibdi. Sut ichyapsanmi? Styuart makajo'xori paxtasi bilan birga. Lekin Styuart hech narsa demaydi. U hozir butunlay qotib qolgan. Siz hozir ehtimol hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Britaniyadan kelgan 5 yoshli bola dunyodagi eng mashhur diktatorlardan birining yashash xonasida nima qilyapti? Va siz to'g'ri savol beryapsiz. Gap shundaki, bu odamlar qandaydir g'alati kechki ovqatdagi mehmonlar emas. Yo'q, ular Saddamning asirlaridir. U ularni asirga olgan va bu oilalar bilan shinam yashash xonasi bilan soxta tabassumlar bilan bo'layotgan hamma narsa, bularning barchasi dunyoga Saddamning aslida yomon odam emasligini ko'rsatish urinishidir. Aslida u shunchaki noto'g'ri tushunilgan xolos. Bu g'alati uchrashuv uning so'zlariga ko'ra urushning oldini olish uchun. Biz urushning oldini olishga harakat qilyapmiz va umid qilamizki, siz mehmonlar sifatida sizning bu yerdagi mavjudligingiz uzoq davom etmaydi. Chunki siz bu yerda asirlar emassiz. Lekin bu haqiqatdan emas, mutlaq. Va Saddam ham, uning zamonaviy kiyingan tarjimoni ham bu oilalarni asirga olishning haqiqiy sababini eslatishmaydi. Keling, orqaga qaytamiz. 2 hafta oldin Saddam hozirgina Eronga qarshi 8 yillik mojaroni tugatdi. Saddam dastlab tez g'alaba qozonish deb o'ylagan urush aslida qonli va qimmatli ish bo'lib chiqdi. 1988-yilda nihoyat tugagach, Iroq iqtisodiyoti vayron bo'ldi. Saddam ulkan qarzlar bilan qoldi. Urush davomida armiyani ta'minlash uchun Saddam boy qo'shnilardan qarz olish kerak edi. Quvayt kabi boy qo'shnilardan. Lekin endi urush tugagach, bu boy qo'shnilar pullarni qaytarishni istashmoqda. Quvayt ham shu jumladan. Lekin Iroqda pul yo'q. Ular so'zning to'g'ridan to'g'ri ma'nosini muflis yoki hech bo'lmaganda unga juda yaqin. Ammo Saddamning fikri bor edi. Ajoyib fikr, deb o'ylardi u. Quvayt kichkina mamlakat, ayniqsa Iroq bilan solishtirganda, va ular Iroqning kuchli harbiy kuchlariga qarshi imkoniyatlari yo'q. Aslida Eron bilan urush Saddam armiyasini dunyodagi 4-eng katta armiyaga aylantirgan edi. Agar bitta tosh bilan 2 qushni urib tushirish mumkin bo'lsa-chi, agar ularni barcha neftini qo'lga kiritib, bir vaqtning o'zida ulkan qarzdan xalos bo'lsa, muammo hal bo'ladi. Shunday qilib, Saddam bosqinni rejalashtirishni boshlaydi. Bir vaqtning o'zida u Quvaytni chegara yaqinda qazib olish orqali Iroq neftini o'g'irlashda ayblashni boshlaydi. U ularning uning saxiyligidan foydalanayotganini da'vo qiladi. Bosqin 1990-yil 2-avgust. Iroq tanklari Quvayt chegarasidan o'tdi. Bosqin tez va shafqatsiz. Quvaytning kichik armiyasi bir necha soat ichida mag'lub etildi. Va kun oxiriga kelib, Saddam kuchlari butun mamlakatni nazorat qiladi. Bir kundan ikkinchi kunga Saddam katta, ammo oddiy neft yetkazib beruvchidan dunyodagi barcha neft zaxiralarining 20% ni nazorat qiluvchiga aylandi. Bosqindan bir necha soat o'tib, butun dunyo rahbarlari hujumni qoralaydilar. Hatto Sovet ittifoqi ham norozi. Gap shundaki, qo'shningizni bosib olish va umuman bosib olish bu sizni yaxshi ko'rsatadigan narsa emas. Va albatta, Saddam kabi odamning global neft ta'minotining shunchalik katta qismini nazorat qilishi dunyoning qolgan qismini unchalik xursand qilmaydi. Va keyin savol tug'iladi. U keyingi qadamda nima qiladi? Agar u to'satdan Saudiya Arabistoniga hujum qilsa, bu uni sayyoradagi eng katta neft magnati qiladi. Va bu shunchaki ishlamaydi. Shunday qilib, AQSh Saddamni qo'shinlarini Quvaytdan olib chiqishga qo'rqitish uchun 30 dan ortiq mamlakatdan iborat ulkan qo'shin tuzadi. Agar u buni qilmasa, urush bu Saddamni qiyin ahvolga solib qo'yadi. Agar u ularning talablariga rozi bo'lib, Quvaytdan chiqib ketsa, uning puli bo'lmaydi va Bag'dodda juda ahmoq ko'rinadi.
Boshqa tomondan, agar u qolsa, dunyodagi deyarli barcha super kuchlar tomonidan bosib olinadi. Unga ko'ra, yagona imkoniyati Quvaytda qolish va bosib olinishdan qochish yo'lini topishdir. Aslida Saddam aynan shuni ta'minlaydigan rejaga ega deb ishonadi. Begunoh britaniyalik asirlarni fon ekstraktlari sifatida ishlatadigan reklama. Ko'rib turganingizdek, bu umuman ishlamayapti. Odamlar Do'ston amakining jiyanining sevimli mashg'ulotlari haqida so'rayotganini ko'rish o'rniga faqat shafqatsiz diktatorning begunoh oilalar va bolalarni tahdid qilayotganini ko'rishadi. Ular dahshatga tushadi. Shunday qilib, rejasi muvaffaqiyatsiz tugaganini anglab, oilalar bir muncha vaqt o'tgach qo'yib yuboriladi. Lekin Saddam bu qo'shinning va eng muhimi, uning bosqini haqidagi fikrni o'zgartiradi deb ishonadi. Lekin u yanglishadi. 1990-yil noyabr oyining oxiriga kelib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi bas deydi. Saddam 1991-yil 15-yanvargacha o'z qo'shinlarini Quvaytdan olib chiqish kerak. Aks holda ular urush e'lon qilishadi. Lekin Saddam rad etadi. U abadiy qolmoqchi. Bu esa katta xato edi. Chunki Saddamning muddati tugaganidan atigi 2 kun o'tgach, amerikaliklar so'zlarida turadilar. Raketalar va klaster bombalar Quvayt va Iroqqa yog'a boshlaydi. Bir kundan ikkinchi kunga va bir necha haftalik tinimsiz havo hujumlaridan so'ng Iroq armiyasi urildi. Koalitsiya tanklari, qo'shinlari va zirhli mashinalari Quvayt va Janubiy Iroqqa kirib borishayotganda, Iroq mudofaasi yemirilishni boshlaydi. Uning taxminan 500 ming kishilik armiyasi so'zma-so'z uning ko'z o'ngida parchalanmoqda. Ular amerikaliklar qudrati qarshisida hech narsa qila olmaydilar. Va yerda 4 kunlik jangdan so'ng Saddam nihoyat chekinishga chaqiradi. Minglab iroqlik askarlar Quvaytdan chiqib ketish uchun harakatlanadigan har qanday narsaga o'rnashadilar. Agar ular qolsalar, ular o'likdek bo'ladi. Lekin harakat sekin va ular Iroq chegarasiga olib boradigan katta yo'lda ulkan tirbandlikka tushib qolishadi. Ular aslida tuzoqqa tushgan edilar. Kechki payt va cho'l qop-qora. Iroq kuchlarini ular tomon tushayotgan amerikalik samolyotlar haqida ogohlantirish uchun hech narsa yo'q. Va ular bilishlari bilanoq klaster bombalari osmondan qulab, butun yo'lni bir chetidan ikkinchi chetigacha vayron qiladi. Qayta va yana qayta. Keyinchalik bu o'lim yo'li deb nomlanadi. Hujum shunchalik vayronkor bo'ldiki, u ertasi kuni Bush sulhining to'xtatilishini e'lon qilish qaroriga ta'sir qiladi. Saddam endi amerikaliklar marhamatida. Agar ular uni Iroqqa kuzatib borishga qaror qilsalar, uni to'xtatish uchun mutlaqo hech narsa qila olmaydi. Lekin ular buni qilmaydi. Quvayt yana ishg'oldan ozod. Bush katta yaqin sharq ishlariga haddan tashqari aralashishni xohlamaydi. Shuning uchun ular shunchaki ketishadi.